Hello, namaste. I am Asrar Allayorov, a journalist, writer, and translator from Uzbekistan. We more than 10 person, especially scholars, journalists, and writers, came here to Pleasant Valley School. This school is very good. School is like a heaven on the Himalayan mountains. We had very good experience here. We came here for a Lasgi in Indian dance festival. We are also promoting our culture. India is promoting its culture. This is a very good experience of exchange of cultures here. I am thankful to Professor Primnath and Santosh Patel sir giving us this opportunity to show our culture and literature here. This area is very beautiful and the local people are very kind and the school is beautifully built. द प्लेजेंट वेरी स्कूल में आप सबका बहुत स्वागत है We यू आर had a very मोस्ट very यू good आर वेलकम experience टू here. We will remember it forever. स्कूल Thank you. Biz hozir bu yerga Lazgi va Hind raqslari festivaliga o'zbekistonlik olimlar, adabiyotshunoslar hamda san'atkorlar birgalikda keldik. Bu yerga kelganimizda biz bular bilan so'zlashganimizda, ya'ni Hind xalqining o'zbek milliy raqsi bo'lgan Lazgi raqsiga bo'lgan bir qiziqishlari biz e'tiborimizni tortdi. Shundan so'ng biz bular bilan suhbatlashganimizda ayrim so'zlarni bizning so'zlarimizga, ayniqsa Xorazm lahjasidagi so'zlarga yaqinligini ko'rib biz hayratlandik. Jumladan zina so'zi, darvoza, pichoq, tommoq kabi bir qator so'zlari bizning o'sha Xorazm lahjasida ishlatadigan so'zlarga, Xorazm shevasidagi so'zlarga yaqinligi bizni qandaydir bu yerda bog'liqlik borligi haqida tasavvur hosil qildida. Biz tarixiy manbalarda o'rganish orqali albatta bunday bir yaqinlikning sabablari, ildizlari qayerga borib taqalashini o'rganish yoshlarimiz oldidagi ilmiy tadqiqot ishi bo'lib xizmat qiladi degan fikrdamiz. Assalomu alaykum. Biz bugun nihoyatda bir hayajonli daqiqalarda turibmiz, chunki yer sathidan 6300 kilometr balandlikdagi Himolay tog'larini bag'ridamiz. Bu yerda Himolay tog'larining eng cho'qqilariga yaqin joyda milliy Paniken shahrida milliy raqs maktabi joylashgan ekan. Bu yerda o'zbek va hind raqslari festivali rejalashtirilgan va mana shu doirasida delegatsiyamiz a'zolari bugun bu yerda milliy raqs maktabida ana shu festival doirasida bir-birimiz bilan yuz ko'rishib turganligimizdan nihoyatda xursandmiz. Biz bugun bu yerda hind raqslari, Lazgi, Xorazm raqslaridan tomosha qilamiz, ulardan bahra olamiz. Kayfiyatimiz qay darajada shu tog' manzarasini ko'rib qay darajada ko'tarilgan bo'lsa, ana shu raqslardan ham biz juda katta bir bahra zavq olamiz degan umiddamiz. Ana shu umuman xalqlarni, insonlarni nima birlashtiradi degan savolga adabiyot, san'at birlashtiradi deb ayta olamiz va xulosa qilish mumkinki, mana shu tog'larni bag'rida joylashgan sahnada Hind va o'zbek raqslari orqali Hind va o'zbek xalqining qalblari birlashadi degan fikrni aytishimiz mumkin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu Himolay tog'larini, jannat makon Himolay tog'larini yonbag'rida joylashgan mana shu maktab mutasaddilari, assalomu alaykum. Bugungi mezbondorchilik uchun va mehmondorchilik uchun katta rahmat sizlarga. Nihoyatda go'zal joylarda qurilgan maktablarni ko'rib nihoyatda biz quvondik. Sababi shunday dunyoning eng yuqori cho'qqisida bu qadar go'zal maktab borligini tasavvurimizga ham keltirmaganmiz. Lekin bizni quvontirgan yana bir narsa shu bo'ldiki, masalan, shu joyga kelib bu joylarni qachonlardir Shohjahon saltanatini bir mulki sifatida bilganimizdan xursand bo'ldik. Sababi men o'zim yozuvchiman.
Boburiylar saltanati haqida romanlar yozganman va bu yerga kelishimni ham bir boisi ana shu Boburiylar saltanati haqidagi romanim sabab bo'ldi. Chunki Avrangzeb, Shohjahon, Doroshukuh, Zebniso begimlar haqidagi romanimni yozish uchun 3-marotaba bu yerga kelishim va bu yerda mana ertalab nonushta payti shu yerlar, shu mulklar Shohjahonniki ekanligini o'sha mezbonlarimiz aytishdi va eng qiziq bo'lgan va bizni quvontirgan narsa ularni lahjasida, ularni so'zida bizni turkiy xalqlarga mos bo'lgan 10 ta so'zni topdik. Masalan, kursi degan so'z, zina degan so'z, chopqi degan so'z va hokazo. Hozircha mana bir nafasning o'zida 10 ta topdik. Demak, bizni qonlarimiz ham bir bo'lsa kerak. Chunki insoniyatni o'zi odam atom mama havodan tug'ilgani kabi bu yerda haligi mezbonlarimiz ham mehmonlar kabi bizni qondoshlarimiz deb bildimda. Va Hindiston xalqini bu yerdagi o'sha maktabingiz ahlini ana shu Himolay tog'lari kabi mangu bo'lishini tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mehmondorchilik uchun yana bir bor tashakkur. Thank you so much. Hamma zamonlarda ham tamaddunni maktablar belgilaydi. Bolalarning tafakkuri belgilaydi. Biz bugun O'zbek Hind xalqlarining O'zbekiston va Hindiston do'stligining yana bir go'zal ramzini, yana bir go'zal ko'rinishini aynan ana shu Himolay tog'lari orasidagi maktabda ko'rib turibmiz. Maktab rahbariyatiga, premna janoblariga, bizni mana shu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan Santosh akaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi bu yerda tahsil olayotgan maktab o'quvchilari kelajakda O'zbekiston va Hindiston do'stligini mustahkamlashga juda ulug' hissa qo'shishlariga men ishonaman. Biz o'z tadqiqotlarimizda, o'z eshittirishlarimizda, monografiyalarimizda hamisha O'zbekiston va Hindiston do'stligi haqida juda keng yoritishga harakat qilamiz. Bobur hazratlari Andijonda, O'zbekistonda tug'ilganlar, lekin ul muhtaram zot asosan Hindistonda mashhur bo'ldilar. Boburiylar Hindistonda mashhur bo'ldilar va Hindistonni mashhur qildilar. Bizni bog'lab turgan rishtalar aynan Boburiylar va bugungi kun. Tamaddun va tarix. Omon bo'ling. Men bugun kelishimda shu narsani bildimki, O'zbekiston bilan Hindistonning qoni bir. Ajdodlarimiz shu yerda ekan. Mana yozilgan kitoblardan, ko'rayotgan narsalardan juda ham hayajondaman. Mana biz hozir bugun shunday chiroyli maktabda turibmiz, raqs maktabi ekan. Asalchalarni ko'rib, asalcha qizlarni ko'rib xursand bo'lib ketdik. Shunday chiroyli manzaraki, qarang. Men Everest cho'qqisiga yaqin joydamiz. Eng manzarasi chiroyli. Umuman olganda do'stlikka hech narsa kelmaydi. Sog' bo'linglar. Yuqorida juda yaxshi gaplar bo'ldi. Mana bu musiqa maktabiga kelganimizdan, mana bu bolajonlarni ko'rganimizdan, tabiat manzaralaridan bahramand bo'lganimizdan juda minnatdormiz. O'zbekiston bilan Hindiston doimo do'st bo'lsin. Mana shu adabiyot, san'at hamma narsada birga bo'lsin. Sizlarning maktablaringizni kelajagi porloq bo'lsin. Yangi zafarlar tilaymiz. Mehmondorchilik uchun katta rahmat. Thank you. Ustozlar bilan birgalikda yetib keldik. Bu juda shinam xonalar, mana villajlar qilingan, maktab qilingan va mana shu administratsiya bo'limida kecha bizni kutib olish marosimi o'tkazildi va bu yerni biz ertalab tong quyoshini mana shu Himolay tog'larida ko'rar ekanmiz. Ko'zimizda quvonch, qalbimizda shukr va Allohga bo'lgan behisob hamd va sanolarimizni aytib o'tdik. Bu yerlarda ham bizni rizqimiz sochilganligi va meni shu narsa bir hayratlantirdiki, bu xalq qachonlardir bizni Xorazm xalqi bilan etnik jihatdan bog'liqligi. Shu narsani aytib o'tayki, masalan,
eshikni bizda ham kopi deyiladi Xorazmda, eshikni darvoza der ekan, kursini kurji der ekan, zinani jina der ekan va bu qaysidir bir vaqtlarda, qaysidir bir zamonlarda balkim bizni xalqlarimiz bilan birgalikda etnik jihatdan bog'liqligini his qildik. Lekin shu narsa bizni hayratlantirdiki, bu go'zal tabiat, bu go'zal manzara hech bir insonni hayratga solmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun biz bu hozir mana shu gaplarni gapirar ekanman, o'zimda shunday bir ichki his tuyg'u paydo bo'lyaptiki, bu festivalga aynan bizni ilmiy nimamiz o'sha ekspeditsiyamiz bekorga bo'lmagan va biz bu yerda nafaqat lazgi va hind raqslarini, balki bu xalqning etnik jihatdan yashashini, etnik jihatdan o'zlariga bo'lgan qadriyatlarini ham anglab oldik deb o'ylayman. Shuning uchun inson bor ekanki, har bir lahzaga, har bir jarayonga shukr qilib yashash kerak. Bu joyga yetib kelishimiz oson bo'lmadi. Kecha ertalab tong 5:30da yo'lga chiqqan bo'lsak, kechki soat 8larda yetib keldik. Endi biz ancha yo'lda mashaqqatli bo'ldi, lekin bu mashaqqat bizni mana shu bugungi tongni quyoshni shu joyda kutib olishimiz hamma narsasi, hamma mashaqqatni unuttirib qo'ydi. Shuning uchun biz bu tashkil qilgan tashkilotchilarga, O'zbekistondan, Hindistondan bo'lgan ustozlarga hammasiga katta rahmat aytamiz va cheksiz tashakkurimizni aytib qolaman. Thank you. Assalomu alaykum. Har davra bir davr bo'lib, har davrda o'zini qohinlari bo'lgan, har davrda o'zini urf-odatlari bo'lgan, o'zini qahramonlari bo'lgan. Yana shu Hindiston ham necha asr ilgari, bundan ilgari paydo bo'lgan dunyo tamadduniga o'zini xalqi bilan, o'zini urf-odatlari bilan, bir-biriga o'xshamagan san'atlari bilan hissa qo'shgan davlatdir. Ana shuning ichida bizani O'zbekistonda Xorazm viloyati bor. Xorazm viloyatining hamma qo'shiqlari, raqslari hindlarnikine o'xshaydi. Chunki eramizdan avvalgi 4-5 asrlarda Kushan podshohligi davrida O'zbekiston bilan Hindiston 500 yil birga yashaganlar. Masalan, yana raqslari. Hindistonning Qatha raqsi bor. Birinchi bo'lib UNESCOga kirgan shu hindlarning Qatha raqsi. Bundan keyin bizani lazgi raqsi. Bular bir-birine o'xshaydilar. Keyin Hindistondan qo'llarini, oyoqlarini zang osib o'ynaydilar, zanglar osib. İki devlet var dünya boyunca ayakına koluna zeng asıp oynadı. Hindiston bilan O'zbekiston. Yine bir joyda durup kuru barmoqlar orqali gaplab o'ynaydilar. Bular hindcha bo'lib bizda shu chanaqni ichiga kirib oyoqini darbatmasdan o'ynaydilar. Bularda oyoqini tebratmasdan faqat barmoqlar gapirib o'ynaydi. Shuning uchun bizani raqslarimiz ham, urf-odatlarimiz ham, qadimki dinimiz ham bir-birine o'xshaydi. Chunki shu Zoroastrizm dini Avestaga yozilgan. Bizda hozir ham bor shuni. Ibodat etadilar shu. Otaşparastlik marosimlari. Yine bir yerdan ibodat etadilar. Kecha men ko'rib yig'ladim. Shuni olovni yoqib, oyoqlarini chiqarib, ibodat etib o'tiribdilar. Ming rahmat, shuncha yillik traditsiyalarni, shuncha yillik urf-odatlarini o'zini bag'rinda saqlab keladi. Bu katta gap. Nimaga deganda dunyo aylanib turibdi, o'zgarib turibdi, hamma narsa o'zgarib turibdi. Shuning uchun Hindistonniki yaxshi. Hamma vaqt Hindiston sog' bo'lsin, xalqi obod bo'lsin, tinchlik bo'lsin, samimi glavni urush bo'lmasin. Bardi geldilerimiz rivojlana bo'lsin. Bize sığınıp durupmiz şöyle, ayniqsa Himalayda
Zerdüştlük nesine bağışlanan, bayramına bağışlanan bayramda bize katlaştırganımız var. Min rahmet et. Ben Akademi Xorazm Devlet Akademiyası'da, Raks Akademiyası'da profesörman, Özbekistan halk artisti, Türk Adavatı, Gavhar Matyakubova. In Uzbek, share the message for Indian people. Uzbek language. Yeah. Biz Hindistonni sevamiz, bizga Hindiston yoqadi. Very nice to meet you. And Ilana, what about you? How's your experience about this place? Hindiyani manzarasi juda go'zal ekan. Ayniqsa dengiz sathidan 700 ming balandlikda joylashgan Himolay tog'ida bo'lib o'tgan festival juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi. I love you India. Now we have Risalat, and she want to share her experience in her language about this place, the Pleasant Valley School, about Uttarakhand and India. Himolaydagi bu maktab juda ham chiroyli ekan. Tog'larning yuqorida joylashgan, madaniyat bilan bog'langan maktab. Juda ham chiroyli, bizga juda yoqdi.